Bugun dilda ajib hayajon, ko'kda quyosh o'zgacha borlar. Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar. Jannat makon yurtimizning qalbi mehr muhabbat ulashishga oshufta bo'lgan mehrli qalb egalari. Siz azizlar bilan loyihamiz orqali g'oyibona tarzda bo'lsa-da diydorlashib turganimizda benihoyat mamnunmiz. Ayni fursatlarda loyihamiz orqali tabriklar va qutlovlar dasturi davom etmoqda va biz navbatdagi qahramonimizni bugungi shukronalik ayyomlarida yaqin insonlar nomlaridan tabriklab, xursand qilmoqlik uchun shaylanib turibmiz. Demak, bizning bu galgi qahramonimiz ajoyib inson Istam aka bo'ladilar. Ayni fursatlarda biz ularni ahli ayoli va farzandlari nomlaridan tabriklab, birgalikda xursand qilamiz. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu. Istam aka bilan bog'landikmi? Akajon, salomatmisiz? Omonmisiz? Yaxshi, rahmat. Boshlangan yangi kun xayrli bo'lsin. Akajon, bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan Nurafshon fayzli kunning egasi ekansiz. Shu munosabat bilan ayni fursatlarda biz sizni go'zal dil izhorlar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Rahmat. Akajon, bugungi chiroyli sana, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim yaqinlar, qadrdonlar, oilangiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Rahmat. Rahmat. Bilasizmi akajon, sizni bugungi quvonchli kuningizda sizni kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin bir insoningiz nomlaridan bizning loyihamizga sizga atalgan samimiy tilaklar va go'zal dil izhorlari yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz? Taxminingiz bormi? Bilmadik, buni taxmin. Balkim turmush o'rtog'imdir, balkim opam, jiyanlarim ham bo'lishi mumkin. Hammasidan kutaman shular narsalarni. Hammasi hurmat qiladi, meni yaxshi ko'radi. Albatta akajon, barchamiz bunday quvonchli kunlarda samimiy tilaklarni, go'zal dil izhorlarni o'z yaqinlarimizdan, qadrdonlarimizdan kutamiz. Ayni fursatlarda biz sizni bugungi shukronalik ayyomingizda qadrli insoningiz, Alloh bergan juftingiz, halolingiz Gulzora opa nomlaridan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Rahmat, sog' bo'lsin. Hamda ushbu samimiy tilaklarga Alloh bergan ne'matlaringiz, farzandlaringiz Hasanjon, Husanjon hamda Baxtiyorjonlar ham hamrohlik qilmoqdalar. Rahmat, barchasi sog' bo'lsin baxtimizga. Ilohim, akajon, ayni dam ijozat bersangiz, biz uchun birozgina qimmatli vaqtingizni ajratsangiz, jufti halolingiz Gulzora opani siz uchun yozib yo'llagan chiroyli qalb so'zlari, go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Tayyor. Assalomu alaykum, hayotimdagi eng qadrli insonim, qalbimning sultoni, mehribon umr yo'ldoshim. Bugungi shukrona kuningiz bilan sizni chin yuragimdan, chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Sizni menga jufti halol qilib bergan Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Dadajonisi, Allohdan sizga sog'lik so'rayman. Martabangiz ulug', yuzingiz har yerda yorug', toleyingiz yuksak bo'lsin. Ilohim baxtimizga sog' va salomat bo'ling. Bizni deb qilayotgan mehnatlaringizni, har tomchi teringizni Allohim jannatlarda ajr va savoblar bilan siylashini, har bir ishingizga baraka va omad, yuksalishni haqqingizga duo qilib so'rayman. Begim, Allohim sizni hamisha o'zi qo'llasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Hech qachon g'am ko'rmang.
dard ko'rmang, betob bo'lmang. Boringizga behisob shukr. Umr yo'ldoshim, ilohim, kelajakda farzandlarimiz rohatlarini ko'rib, hoji ota va hoji ona bo'lib, qo'sha qarib yurishlik baxti bizlarga nasib bo'lsin. Siz dunyodagi eng yaxshi jufti halolsiz. Mehribonim, umr yo'ldoshlik martabangiz cheksiz maqtovlarga loyiq. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qadringiz qaddingizdan-da baland bo'lsin. Sog'u salomat bo'lib, oilamizga doimo bosh bo'lib yuring. Robbim bizni yetuk va kutilmagan baxtlar ila siylasin. Allohim bergan juftim, umr yo'ldoshim, shukronalik ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Gulni asrab kelgan bog'imsiz begim, doimo suyangan tog'imsiz begim, malika bo'lsam gar shohimsiz begim, men sizni bir umr baxtli qilaman. Menga hashamatu tillo kerakmas. Sizni shodon ko'rsam deyman har nafas, shu aziz boshingiz omon bo'lsa bas. Men sizni bir umr baxtli qilaman. Duoda so'rayman, u dunyoda ham birga tutash bo'lsin taqdirimiz ham. Bizni topishtirsa yaratgan egam, men sizni bir umr baxtli qilaman deya ular o'z maktublari so'ngida shunday ajoyib she'riy satrlarni hamda chiroyli dil so'zlarni ham yozib qoldirganlar. Umr yo'ldoshim, ilohim bir umr farzandlarimiz rohatlarida ko'rib, ota-onalarimiz xizmatlarini qilib, ularni duolarini olib, dunyodagi eng baxtli juftlik bo'lib yuraylik deya o'z maktublariga yakun yasaganlar va biz siz uchun atalgan chiroyli surpriz tabriknoma maktubini sizga o'qib eshittirdik akajon. Rahmat, sog' bo'lsin. Men ham uni juda yaxshi ko'raman. Sizlar ham sog' bo'linglar, rahmat sizlarga ham, hammaga. Rahmat. Siz ham har doim sizni qadrlovchi ahli ayolingiz va Alloh bergan ne'matlaringiz, farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Umr yo'ldoshingiz bilan qo'sha qarib, Alloh nasib aylab haj ziyoratlariga borib, hoji ota va hoji ona bo'lishlik baxtlari sizlarga nasibi ro'za aylasin. Mana shunday o'rtangizdagi bir-biringizga bo'lgan mehringiz, muhabbatingizga aslo ko'zlar tegmasin. Chiroyli xonadoningizni, go'zal oilangizni har doim sultoni bo'lib yuring. Akajon, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Yaqin fursatlar ichida siz bilan mazmunli suhbat davomida Go'zal dil izhorlar loyihasi boshlovchisi Marjona Fayzullayeva bo'ldi. Akajon, yana bir bor sizga imkoniyat beramiz. Marhamat, sizning ham ota-onangiz, ahli ayolingiz, qolaversa farzandlaringiz uchun atalgan chiroyli tilaklaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng mehribonlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, biz sizni eshitamiz. Rahmat barchaga. Meni tug'ilgan kunim bilan tabriklagan barcha yaqin insonlarimga. Rahmat, sog' bo'lishsin. Ota-ona, farzandlarim, ahli ayolim barchasi baxtimizga sog' bo'lishsin. Eng avvalo ota-onam sog' bo'lsin. Ota-onamning ishlariga rivoj, farzandlarimning o'qishlariga kamol tilayman. Barcha opalarim, akalarim, ukalarim hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtimizga sog' bo'lishsin. Rahmat sizga ham, rahmat shunday tabriklaganlaring uchun rahmat, kattakon rahmat sizlarga. Rahmat, tashakkur. Yana bir bor shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Har doim mana shunday yaqinlar mehr muhabbati ardog'idagi dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yuring. Bugungi tavallud ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Ushbu dil tortar tarona ham siz uchun.
taqdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz xohlabdi. O'shal kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz kutgan so'z aytishga uyalsam, dilingiz mendan og'rimasin dildoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim, uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim, Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Sevgi degan sinovimdan o'talgan, goh mehribonim, goh bag'ritoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Birga ko'ring farzandlarni baxtini, uzoq yillar shodligu rohatini. Yuz yoshda ham ishqdan qotirib boshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim, uyim joyim deysiz sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim, Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Qondirguvchi choyimsiz, yarim ko'nglim to'ldirguvchi boyimsiz. Men ko'kda oysiz, yonimda quyoshim, baxtimga bor bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim, yolg'izim yorim sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim, Xudo bergan yonimdagi sirdoshim.